Shunaqa bir maqsad bo'lganki, men shu jamiyatga bir yordam tegishim kerak. Shunchaki yashab o'tib keta olmayman-ku. 700 mingga o'shanda kompyuter olganman. Mendan baxtli odam o'zi bo'lmagan o'shanda. Tadbirkorlik bu avvalo qiziquvchanlik bilan ekanda, to'g'ri, ko'p savol berishlik. Iloji yo'q edi-da, xullas. Nima qilsangiz ham siz Tadbirkorlik qiyin bo'lgan. Qiyin bo'lgan, juda qiyin bo'lgan. Birinchi men xizmat qilib qo'yay, keyin men daromad olaman degan fikr bo'lganda. Novay brendigacha bo'lgan biznes bo'lgan va brend shakllangandan keyingi holat. Bu brend qurishlik xususan sizga va biznesingizga nima manfaatlar keltirgan? 10 ta odamga sotsangiz, 3 tasi kelib, ertalab sizni kutib olardi, jang qilardi, haligi to'polon qilardi. Nima tavsiya qilgan bo'lardingiz boshqalarga? Chunki hozir tadbirkorlarimizning ko'pida muammo shu-da. Buni qilmayapsiz, buni qilmayapsiz, buni qilishingiz kerak, bunda mana shu bizlar bilan ishlashga noloyiqsiz degan gaplar ham bo'lganda, katta o'sishlar bo'ladi. Bu senga bog'liq bu narsa degandek aytmasdan tushuntirgansiz-da. Xodimlarimdan uzr, kechirim so'rab chiqqan vaqtlarim bo'lgan. Men qiynagan ekanman, tushunmaganman sababi. Chiqing kemaga birga bajaraylik. Birga bajaraylik shu. Bor ekan u mana suhbatdoshim, mana bor ekan u shu narsaga chuqur kirgan odam deb xursand bo'lib ketib, o'shani tanishganmiz, eslasangiz. Xohishimiz xalqaro brend qilish. Lekin tajriba yo'q. Ma'rufjon, assalomu alaykum, xush kelibsiz. Va alaykum assalom. Anchadan beri ko'rishmagandik. Anchadan beri ko'rishmagandik. Bugun mana bunaqa formatda, bu ko'rinishda ham bir nasib ekan suhbatlashib, bir fikringizni, bir tarixingizni, tadbirkor sifatida Ma'rufjonni bir ochmoqchiman bugun. Biz mana tinglovchilar, izlovchilarga bir ko'rib, tadbirkorlik yo'li qanaqa, kim tadbirkor bo'ladi? Masalan, sizni o'zingizni hayotiy kechirmalaringizdan bir bo'lishsangiz shu bugun. Orada savollarim bo'lsa, savollarimni berib nima qilib boraman. O'zi aytganingizdek, tadbirkorlik sohasiga shu 15 yoshimda kirib kelganman. Siz bilan bu masalani ham bir tarixini ham bir yozib bir ishlashga ham muvaffaq bo'lganmiz bir mavzu bo'yicha. Shu 15 yoshimda tadbirkorlikka kirib kelganman. Shu asosiy sohamiz o'sha telekommunikatsiya sohasida bo'lgan, ya'ni telefon yo'nalishida bo'lgan. O'sha 15 yoshda kirganimizdan keyin ko'proq shu qaysi sohada qiymat beraman jamiyatga degan savol ko'p qiynalganman-da shu masalada. Shu qaysi sohada ko'proq yondoshilsa jamiyatga ko'proq foydam tegadi deganda o'sha texnika sohasida bo'lib chiqqan va o'zim qiziqqanman, tushunganman. Shu sohada faoliyat boshlab mana bugungi kungacha 20 yildan oshibdi shu sohada faoliyat yuritib. Birinchi Samarqand viloyatida o'sha Narpay tumanida faoliyat yuritganman. 2005-yildan shu 2010-yilgacha adashmasam shu 5 yil davomida, keyin o'sha 20 yoshimda Toshkent shahariga kelganman. O'shanda ham bir ishoralar bo'lgan. Bu mana shu sohani keyingi darajaga olib chiqish maqsadida katta bir juda katta muammolarni yechish maqsadida Toshkentga kelib, mana shu 20 yoshimda 2010-yillari shu 15 yil bo'libdi mana Toshkentda faoliyatimni yuritib, aynan shu telefon, telekommunikatsiya sohasida ishlab kelyapmiz hozirgi kunga. Zo'r, mana eshitaman-da, o'shanda ham suhbatlashardik, hozir ham mana aytilyapti. 15 yoshda tadbirkorlikka kirilgan. Ya'ni 15 yoshlar hozir mana bolalarimiz bor-da, bizda 15 yoshdan katta bo'lgan bolalar ham bor, 15 yoshlarliklari ham bor. Qanaqasiga bir bola 15 yoshar bir Ma'rufjonni desaylik, tadbirkorlikka kirib qolishi mumkin? Nima undaydi insonda? Qanaqasiga ham misol maktab yoshidagi bola, misol sizni holatingizda bir ota-onangiz borlar, haligi nima holatda nimaga bo'libki o'zingizni tadbirkorlikda topdingiz? Aytdingiz-ku, men so'radim, jamiyatga qanday qilib foyda keltirsam bo'ladi deb. O'sha yoshdan kelganmi va mana shu jarayonni sal tushuntirib bersangiz-da, bolalarimiz ham, yoshlarimiz ham ko'rishadi-da buni hozir. Endi buni tarixi qiziq bo'lgan. Shu 12-13 yoshlarimda men o'zimga ko'p savol berganman-da, o'zi nima uchun tug'ildim, o'zi nima yashashim kerak degan savollar bo'lgan. Yozardim ham bir nimaga. Eslayman hozir shu kunlarda. O'shanda bir o'ylaganmanki, men tug'ilishimdan maqsad shunaqa fikrlar kelgan, jamiyatga yordam berishim kerak. Jamiyatga o'zimni bir hissamni qo'shishim kerak. Odamning vazifasi shu, yaxshidan yaxshi qoladi, yomondan dog' qoladi degan gap bor-ku, o'shanday. Keyin biz yashagan muhitda bir juda ham bir nima deydi? Ilmsizlik
cho'qqiga chiqqan muhit bo'lganda Hmm. yo'qda. Har xil hikoyalar, har xil nimalar eshitib, ko'rib yurardimda. Keyin bir shunaqa bir maqsad bo'lganki, men shu jamiyatga bir yordam tegishim kerak. Shunchaki yashab o'tib ketolmayman-ku degan misollar bo'lgan. Keyin o'sha vaqtlari oyim bilan ham ko'p gaplashardim, savollar berardim-da. Oyim ham qo'shnimiz mana bunaqa, bunisi bunaqa, qarang bu ko'p savollar bo'lib, shu 13 yoshimda men tushunib yetganmanki, ha, demak men jamiyatga yordam berishim kerak. Xo'p, qanaqa yo'l bilan degan savol bo'lganda. Keyin o'zimda nima iqtidorim bor degan savol bo'lgan. Men ko'proq texnika, texnologiyaga qiziqqanman. Sababi shu nima deydi? Qanday aniqlaganman? Shu qo'shnimiz, unisi bunisi televizorni buzib qo'ysa yoki telefonni nimadir qilib qo'ysa, menga olib kelardi, men to'g'rilab berardim. Menda shu qobiliyat bor demak deganman. Texnika sohasida katta muammolarni yechsam, halol yo'l bilan yechsam, shunda bir katta manfaat bo'ladi degan tushuncha bo'lganda. Qanday buni qilaman deganimda, tadbirkorlik bilan, tadbirkorlikda menda qanaqa qobiliyat bor deb orqamga bunday nazar solganimda, o'sha maktab davrlarimizda ham qanaqadir tadbir bo'lsa, musobaqa bo'lsa, qanaqadir tashkilotchilikda tadbir qilishga men qiziqib, qanaqadir tashabbus bo'lib, shu narsa menda bo'lganda, shuni sezganman. Keyin demak men tadbir qiluvchi ekanman, demak tadbirkor bo'lishim kerak ekan. Nimada? Texnika sohasida deb qattiq qaror qilganman. Endi boshlashim kerak deganman, pul bo'lmagan bunga. G'oyavoy pul yo'q. Va uje men yo'nalish oldim, bilib oldim, qobiliyat, tadbirkor yo'nalish bo'ldi, qarorni qildim. Keyin mablag' kerak unga. Uydagilardan so'rasam, uydagilar endi o'zlarining tijorati boshqa bor, pul bermagan ochiqchasiga. Keyin oyimga aytganman, uyda o'sha qo'y bo'lardi. Ertalab maktabdan chiqib ketishdan oldin qo'ylarga qarardim. 3 yilmi qo'y boqqanman-da. Uyda qo'ylar qaraganman. Oyimga aytganman, 3 yil boqdim. Menga bitta qo'y olib bering, haligi oylik sifatida. Men shuncha vaqt mehnat qildim-ku deganman-da. Bo'pti, olib beraman degan bir 15 kunmi, 20 kun haligi bo'lgan, ko'ndirganman-da. Muzokara bo'lgan, oyimni ko'ndirganman. Bo'pti, olib beraman, men rozi bo'laman, haligi. Roziman, olib beraman degan. Keyin o'shanda men hisoblaganman, qanaqa qo'y olishim, tug'adigan qo'y olishim kerak deganman-da. Qo'shnimizni sotib olganman. Shu bilan boshlagan, qo'y ham barakali bo'lgan, 3 ta tug'gan. O'zi qo'y bitta tug'ar ekan odatda. 3 ta tug'ardi. Shu 3 yil boqib, o'sha keyin qo'yni boqay degan vaqtimda ham men kompyuter olishim kerak deganman-da, chunki texnika sohasida kompyuter kelajakda ko'p narsani hal qilyapti, chunki kompyuter ilmini olishim kerak deb qo'y boqib, o'sha pulga kompyuter olaman-da, kompyuter orqali o'sha qiymat beraman jamiyatga degan fikr bo'lgan. Shu sababchi bo'ladi, baribir hamma narsa kompyuterga bog'liq bo'lyapti bu yog'iga degan narsalar bo'lgan. O'sha paytki holat. O'sha vaqtdagi holat 2003-2002-yillar adashmasam. Keyin o'sha qo'yni ko'paytirib 700 ming so'mmi bo'lgan, o'sha 5 tami 6 ta bo'lgan, bitta ikkitasi o'lib qolgan, boshqa bo'lgan. 5-6 ta qo'y bo'lib, sotib 700 mingga o'shanda kompyuter olganman. Mendan baxtli odam o'zi bo'lmagan o'shanda. Birinchi kapital, birinchi aktiv. Birinchi aktiv, birinchi kapital bo'lgan. Keyin shu bilan kompyuter olganimdan keyin kompyuter o'rganishga tushdim. Kompyuterda ham boshqalar qaysi muammoni yecha olmayapti, shuni yechishim kerak degan fikr bo'lgan. Shu yerda o'sha vaqtda videokastdan disk qilish ommalashdi. Ko'pchilik qila olmasdi, studiyalar ham ko'p qila olmasdi. Buni o'rganib, buni yo'lga qo'ydim. Undan keyin telefon sohasida telefonlarning xotirasi o'chib yonaverardi, o'shanda Nokialar bo'lardi. Uni telefon ustalarini ham o'zi qila olmasdi-da, bu ishda qiyin edi, chunki buni o'rganib kelib Toshkentdan, har xil ustozlardan o'rganib kelib buni yo'lga qo'yganman. Keyin o'sha 16-15 yoshlarimda o'sha bozordagilar taklif berishni boshladi. Shu yerda qilaylik, siz uyingizga borib buni qilganingizdan ko'ra mashta qilsanglar bo'lmaydimi degan fikrlar bo'lgan. Men bo'ldi, mashta qilaman deganman-da, o'sha bozorda 15 yoshimda boshlab, keyin o'sha telefon sohasidagi muammolarni ustalar olib kelardi menga, men qilib berardim. Keyin shunaqa bir holatlar bo'lganki, kompyuterni endi bittada uni nimasi ulgura olmaganman-da. Prosessori bitta bo'ladi-yu. Keyin bozorga monitor, klaviatura qo'yganimda uyda ham bor, lekin prosessor bitta bo'lgan. Ertalab 6 da bozorga olib boraman, 5 gacha bozorda ishlab, 5 dan keyin yana prosessor uyga olib kelib, videokastaga 3 soat qo'yib qo'yish kerak edi. Shunday qilib kompyuterda ham bir
20 soatdan oshiq ishlatardim-da. Hmm. O'shanda yaxshi pul yig'ganman. Yaxshi pul yig'ganimdan keyin o'sha davomida keyin telefonda juda ko'p muammolar bo'lishni boshlagan. O'shanda 2006-2007-yillari Xitoydan kelardi, buzuq kelardi, odamlar norozi bo'lardi, qarg'ab ketardi, har xil ko'rib turib, mana shu sohani yechsa bo'lmaydimi, yechish kerak buni degan fikr bo'lganda, keyin telefon sohasidagi o'sha muammoni yechishga kirishganman. 5 yil davomida ishlab, o'sha o'zimiz tumanda o'sha telefon sohasidagi o'sha servisini ham, hamma jarayonlarni yo'lga qo'yib, shunaqa ishlaganmanki, hozir eslayman, bitta do'kondan 7 ta do'konga olib chiqqanman. Sababi mijozlarimni sig'dira olmaganman-da. Majburlikdan shogird tayyorlab 7 ta do'kon qilganman. O'sha vaqtida men o'zimiz tumanda buni yo'lga qo'yganimdan keyin Toshkentga kelib ketaman, mahsulot olgan. O'sha vaqtda Toshkentdagi mana shu tumandan borganlar yoki umuman shahardan borganlar optoviklarga juda ko'p muammolar bilan borardi-da. Ular yecholmaganda u muammolar. Men esa o'sha tumanda yechganman bu narsalarni. 99% yechib qo'yganman. Keyin bularniki muammosini hech kim yechmagandan keyin menda o'sha 1 yil davomida yig'ildi-da bu narsa. Ya'ni yo'lda keladiganimda faqat miyamdan shu fikr o'tardi. Senda mana shu narsani ilmini berganman, muammoga yechimi bor, hamma narsang bor. Nimaga shu muammoni yechmayapsan? Nimaga yechmaslim kerak degan fikrlar miyamdan o'ta boshlaganda, tinchlik bermagan menga o'sha fikr. Keyin o'shandan keyin bo'ldi, men mayli mana shu sohani qilaman, kirishaman, faqat menga ishora kerak deganman-da. Endi ishora kutiladi. Shu ishoralar kelishni boshlagandan keyin 3 oy davomida har xil ishoralar keldi. Keyin bo'ldi, qaror qabul qildimda, hamma narsani yig'ishtirib Toshkentga kelganman. Shu Toshkentdan boshlangan. Jiddiy qaror, ha? Endi bu yerda men hozir shu paytgacha mana suhbatimizni eshitib, hikoyangizni bor haligi hayotingizdagi tarixingizdan nima qilganini birinchi tushungan narsam bu eshitganlar, eshitayotganlarga ham tadbirkorlik bu avvalo qiziquvchanlik bilan ekanda, to'g'ri, ko'p savol berishlik bilan. Aytyapsiz, 12-13 yoshdan savol boshlangan. Qanaqadir savol bo'lgan sari nimalardir kelaveradi qanaqadir. Ya'ni bilaman emas, savol qo'yish bilan deb tushunyapman. Qiziquvchan inson tadbirkor bo'ladi degan birinchi xulosamni olyapman. Ikkinchisi, sizni holatingizda ham masalan qanaqa qilib muammo yechaman, ya'ni muammoga yechimga qaratilgan. Chunki bunday qaragansiz, ertalagi o'zingiz aytgandek noto'g'ri ishlar bor, boshqa borlarda to'g'rilagingiz keladi ichingizdan, chunki ichingizda adolat hissiyoti bor. Bolalikda ham, boshqa ayniqsa bolalarda bo'ladi-ku endi. O'sha narsadan kelib chiqib qiziquvchanlik, adolatlikka intilishlik, keyin qaysidir ma'noda mana ishoralar deyapsiz. Jiddiy qarorlar berishdan oldin bir ishoralar. Keyin sabr deyilyapti. Mana 3 yil qo'y boqilgan. Birinchi kapital. Buni tushundimda hozir, sabrni eshitdim va yana eshitgan narsam, endi g'oya bor-u, kapital yo'q. O'sha kapital olish kerak, lekin uni misol ko'pchilik tadbirkorlik qilaman-u, lekin kapitalim yo'q deb tashab qo'yadi. Misolda, lekin mana hozir siz yaqqol misolingizda kapitalni ham topsa bo'lar ekan-da aslida. Qilmoqchi bo'lgan g'oyangizga nisbatan g'oyangizga ishonsangiz, sabr qilishga rozi bo'lsangiz, qanchadir mehnat qilishga rozi bo'lsangiz, demak u ham aslida chegaraki, xayoldagi chegara xolos ekan. Hayotda aslida uni ham yetsa bo'ladigan masala ekanda. Hikoyamizda haligi shu paytgacha aytib bergan narsangizni umumiylashtirsa shunaqa deb qilsak bo'ladimi? Albatta, shunaqa desa bo'ladi deb o'ylayman. Sababi endi har bir odamni ichki holati o'zida individualda. O'sha uchun bu yerda endi ma'lum bir narsalar, mana ishora degan narsalarda, ishoralar bilan agar qachonki siz ishoralarni qabul qilib, endi bu umumiy qilib aytganda bu muloqot deganida, ya'ni sizni shu Alloh bilan bo'lgan muloqotingizda, muloqotdan oldin siz, men o'ylaymanki, odam o'zini niyatini to'g'rilab olish kerak-da. O'sha 5 yil davomida ham juda qiyinchilik bo'lganda menda. Juda ham qiyin. Ham o'sha davrlari to'g'ri ishlasangiz ham jinoyatchi edingiz, umuman iloji yo'q edi-da, xullas. Nima qilsangiz ham siz tadbirkorlik qiyin bo'lgan. Qiyin bo'lgan, juda qiyin bo'lgan. Shunaqa bir holatlarda o'sha sizni niyatingiz to'g'ri bo'lsa, ya'ni shunday bir holat bo'lgan, faoliyatimni boshlaganimda 1 yildan oshiq boyagi ijara uchun ishlaganman-da, ya'ni bir oyda $300 atrofida arenda to'lardim. Menda shunaqa bir savol o'tardida miyamdan. Birinchi men xizmat qilib qo'yay, keyin men daromad olaman degan fikr bo'lganda.
Keyin o'sha 1 yil davomida ijara uchun ishlaganman. Nimaga men ko'p pul ishlab olmaganman, ko'pchilikka o'xshab? Sababi menda faqat to'g'rilik bo'lgan. Chunki niyat muammoni yechish, jamiyatga xizmat bo'lgan. U shu orqali bir Xudoni bir roziligiga erishish bo'lganda. O'sha faoliyatim davomida men yolg'on aytib yoki noto'g'ri ish qila olmasdim. To'g'ri tavsiya berardim, to'g'ri tushuntirardim. Boshida odamlar meni tushunmagan. Ishonmagan ham, tushunmagan ham. 1 yil arenda uchun ishlagan bo'lsam, keyingi 1 yilligimda уже 10 yilligim daromadimni qilganman-da, mijoz sig'dira olmaganman do'konga. Уже odamlar navbat turishni boshlaganda, esimda 20 ta, 25 ta odamlar navbat turardi. Bir kun hozir esimga kelyapti, bir yoshi katta otaxonlar kutib o'tirardida, men vaqting yetkazolmading, erta kelaman deb ketgan kunlarim bo'lardi-da, o'sha menga keyin ana fikr bergan. To'xta, shuncha yoshi katta otaxonni tog'dan kelyapti, uzoq yurt, avtobusdan qiynalib kelyapti ekan. Men shuni kengaytirishim kerakdir balkim degan fikr bo'lgandan keyin kengaytirishni boshlaganman. Ya'ni bu yerda eng birinchi o'rinda o'ylaymanki, niyat to'g'ri bo'lishi kerak. Qadriyatlarda qat'iy bo'lish kerak. To'g'ri siz aytgandek o'sha intizom bilan shoshmasdan harakat qilish kerakda. Haligi jarayonga ko'proq harakat qilish kerak. Maqsadga emas, jarayonda ko'proq haligi zavqlanish kerak deb o'ylayman. Keyin o'sha oralig'ida har xil o'sha holatda ketaverganingizdan keyin niyatingiz to'g'ri, maqsadingiz to'g'ri, jarayonda zavqlanyapsiz. Sizda o'sha ruhiy holatingizda har xil voqealar bo'lishni boshlaydi. Shunday bo'lganda menda har xil qiyinchiliklar bor. Misol uchun ko'p do'konimizdan ko'p odamlar telefon o'g'irlab ketib qolardi-da. Keyin men aniq ishonch bilan o'tirardim. Baribir qaytib keladi degan narsa bo'lardi-da. Oradan 3-4 kun o'tib qanaqadir yo'llar bilan qaytib kelardi-da. Shunaqa holatlar ko'p bo'lardi. Keyin nima deydi, haligi o'zingizga to'g'ri keladigan narsani sizdan nimanidir yaxshi ko'rgan narsangiz yo'qolib qolsa, xotirjam bo'lardi. Men niyatim to'g'ri amal qilyapman, to'g'ri harakat qilyapman. Xudo buni to'ldiradi. Bunda shak shubha yo'q, chunki va'dasi bor degan fikrlar bo'lardi-da. Qaytib kelardi. Keyin shunday qilib sizda boyagi ishora tanlash va o'sha Alloh bilan muloqotingiz yana ham yaxshilanib, shakllanib borar ekanda, shunaqa bir tarbiyalanar ekanda. Ishoralarga ochilishni boshlaysiz. Ishoralarga ochilishni ko'rishni boshlaysiz. shunaqa bo'lgan. Eng katta bir voqealardan biri o'sha bir kun kech qolib ketdim-da, Abu Sahiydan yuklarni olib kech qolib ketdim. Odatda kech qolish avtobusda kelish kerak bo'lardi. Yengil mashinada bo'lsa, postlarni ko'rib musodara qilib yuborardi yuklarni. Avtobusdan kech qolib ketdim-da, mayli deb yengil mashinada keldik. O'sha Jizzaxda bir nimada postda gaylar ushlab olib parfyumeriya bo'lgan ekan, Parflame parfyumeriyalari. Yonida meni ham bir korobka narsam bo'lgan. Unda telefonni korobkalari, nimalari bo'lgan. Telefon o'zi yonimda bo'lgan, sumkada bo'lgan. Keyin gay xodimlari mahkamaga olib ketyapti, yo'lda ketyapman-da. Endi o'shanda adashmasam 12 ming, 13 ming dollarlik yukim bordi. 16 yoshimda. Endi shuncha bor butuningizda. Bor butun bo'lgan. Butun kapitalingiz. Butun kapitalim bo'lgan. Yo'lda ketyapman, bo'ldi endi pishding deyilyapti-da. Haligi musodara qilib yuboradi 100% da. Endi mahkamaga borgandan keyin uni ko'radi, u qaytish iloji yo'q. Keyin ichimda bir xotirjamligim borki, o'sha kuz faslllarida yo'lda ketib, shu barglar to'kiladigan vaqtlarida, o'sha men eslayapman hozir. Ichimda bir xotirjamlik bo'lardi, nima deydi? Yaxshilikka bo'ladi bu narsalar hammasi. Buni hech xavotirlanish kerak emas degan ishonchim, xotirjamligim bo'lardi. Bo'ldi. Borganimizdan keyin bir o'sha hamma nimalar ko'rdi, korobkalarni ochdi, telefoni qani buni deydi, sumkam turibdi. Sumkasida buni narsalari deydi, lekin sumkani hech kim ochishga jur'at etolmadi. Ma'lum bir vaqtdan keyin hozir To'lachadan kelgan mayor odam sumkani ochishga nima deydi, bir engashdi-da, lekin ocha olmadi. Yana engashdi-da, yana nima qildi, chalg'ib yana ketdi. Ya'ni hech kim teginmadi sumkaga. Keyin xo'p mahkamada shu nima deydi, o'sha ichki ishlar nimasiga kirishdan oldin, binosiga kirishdan oldin ko'rdi, hamma narsani bo'ldi, musodara qilamiz deydi. Siz deydi voyaga yetmagan ekansiz deydi, ertaga ruxsat beramiz deydi. 17 yosh edimda shunda. Keyin hamma narsalarini tekshirib kirgizyapti mahkamaga. O'z bilasiz, shunaqa tashkilotlarga hamma narsangizni tekshirib kirgizadi.
narsalaringizni olib qo'yadi nima bo'lsa. Endi men aytdim, bo'ldi, to'shni pishdim dedim-da. Endi sumkaningni ochmasdan, tekshirmasdan iloji yo'q-ku. Keyin baribir yana qalbimda xotirjamlik bor-da. Keyin mizxonaga o'sha kirishdan oldin sumkangizni oching dedi. Men aytdim, o'zim narsalarim bor dedi. O'ting deb o'tkazib yubordi. Uyalmadan U qoldi. ham ochilmadi. Keyin mahkamani ichida ham juda ko'p holatlar bo'ldi, shunga o'xshagan. Hech kim sumkamni ochmadi. Bu masala bo'yicha harakat qildi, lekin to'siq qo'yildi-da. Keyin bir kun yo'qda bo'lib, mahkamadan chiqishda ham baribir nimadir olib chiqishingiz mumkin, baribir tekshirish kerak-ku. Uni ham tekshirmadi. Keyin o'sha sumkani mashinaga qo'yib, uyga qaytib kelishimda menga haligi bo'lyapti-da, signal bo'lyapti. Mana to'g'ri bo'lsang, aytilgan yo'lda ketsang, to'g'ri bo'lsang, niyating to'g'ri bo'lsa, sabab olamini mukammal qilsang, o'tda yonmaysan, suvda cho'kmaysan degan haligi bo'lganda. Katta dars bo'lganda bu ham. Oyan tasdiqi bo'lgan. Oyan tasdig'i bo'lganda, shunga o'xshagan hikoyalar ko'p bo'ldi o'sha 5 yil ichida. Bu bitta nimasi bo'lsa, shu davomida bu shunaqa bir yashab kelingan. Ya'ni niyat to'g'ri, to'g'ri sabablari, xizmat bu yoqda, jarayon. Shu mobaynida keyin o'sha ishora kelganda Toshkentdan ham mayli bo'ldi, mana shu sohani isloh qilishga kirishaman. Menga faqat ishora bergan deyilganda, chunki Toshkentda optoviklarni orasiga kirish ham juda qiyin bo'lgan o'sha vaqtda, как valyutchiklar hozir chet eldan kelib valyutchiklik qila olmaydi-yu, o'sha mahalliy muhit bo'ladi. Shunday menda unaqa odamlar yo'q. Men qanday qilaman bu narsani? Bu juda qiyin-ku bu deganda, ishora ber, mayli kutaman deganman. Ishora kelgan bir necha marta. Keyin ishorani tekshirganman, haqiqatan to'g'ri bo'lgandan keyin o'sha qarorni qilib, o'sha Toshkentda faoliyat boshlab, juda ko'plab ishlarni amalga oshirdik-da. Shu bilan. Shunaqa bo'lgan. Xo'p, mana shu Toshkent bosqichi, birinchi mana bosqichma-bosqich qarasak, biznesni boshlab olishingiz, shu 12-15 yoshlarga orasidagi holat, keyin start berildi, qo'ydi boqdingiz, uni pulladingiz, kompyuterni oldingiz, keyin bozorga chiqdingiz. Do'konni ochdingiz, do'konni keyin tarmog'ini kengaytirdingiz, keyin 5 yildan keyin shu ichida Toshkentga keldingiz. Bu yerda haligi ishlar qilish. Xo'p, bu yerdagi biznesda o'tgan safargi bosqichdan farq qanaqa bo'lgan mana Toshkentdagi holatda biznes qurishda, biznesni rivojlantirishda? Bu yerda ham xuddi shu usulda bo'lgan, birinchi xizmat qilaman deganman. Niyatda shu bo'lgan. Niyatda o'sha narsa. Chunki bu yondashuv ish berdi-ku, menda yana ham haligi shijoatim oshganda, shu yo'nalish ish berdimi? Ish bergan narsada ishonchingiz baland bo'ladi-ku. Birinchi xizmat qilaman deganman. 1 yil davomida necha pulga olib kelsam, o'zim narxida sotib, faqat xizmat qilib, sohani o'rganay deganman. 1 yil deganman. 1 yil to'liq o'rganganman sohani. O'shanda 1 yil o'sha birinchi kelganimda adashmasam 106 tami raqobatchi sanaganman. 1 yildan keyin 8 ta qolganda. Sababi men bilan ishlashga majbur bo'lgan. Chuqur kirilgan, o'sha Qirg'izistondan yuk olib kelardik, shunaqa holatlar bo'lgan. Haftada 2 kun Qirg'izistonda, 5 kun Toshkentda shunaqa qattiq rejimda ishlangan. Ya'ni u payt ham og'ir mehnat, lekin ushlab turgan narsa o'sha niyat bo'lgan. Xizmat qilish. Biz shuni missiya deymiz-da endi nimada? Missiya. Strategiya temasida gapirsak, missiya deymiz. Oddiy qilib aytganda, jamiyatga xizmat qilish bo'lganda. Mana shu jarayonda Novey'da qurilishi, Novey'da brendning tarixi, qurilishi, biznes modelini shakllantirishi qanaqa bo'lib shakllandi shu holatda bir ichidagi bir elementlari, puzzle deymiz, bir birlashtirgan bir elementlari nimadan iborat? Elementlari shundan iboratki, boya aytganimdek, men ko'pincha baribir ishora kutib, ishora bilan hayot kechirib, menda ancha ko'nikma paydo bo'lganligi uchun bu joyda ham shunaqa bo'lgan. Eng katta muammo bu defekt chiqardi mahsulotlardan. Xitoydan kelardi, 30-35% defekt chiqardi. Ya'ni 10 ta odamga sotsangiz, 3 tasi kelib, ertalab sizni kutib olardi, jang qilardi, haligi to'polon qilardi. Norozichilik bo'ladi. Mana shuni men 1% ga olib tushaman deganman-da, Toshkentga kelganimdan keyin shu odamlarda defekt chiqsa, men hal qilib berganman. Ya'ni 35% dan 1% ga tushiraman degan. 1% ga tushiraman niyat bo'lganda, keyin almashtirib berganman odamlarga, so'rovga o'tdi, 1 oy o'tdi degan narsalarni umuman yo'q qilganman. Chunki u odam haqdor-ku, haqligini qilish kerak degan to'g'rilik bu yerda niyatda bor-ku, o'shandan kelib chiqavergan qadriyatdan. O'sha 1 yildan keyin menda shunday bo'lgan, lekin mana shu defekt kelyapti-yu baribir chet eldan. Bu ariqni boshini to'g'ri qilaylik, o'shanda muammo bo'lmaydi degan fikr bo'lganda, adashmasam 7 tami 8 ta bolani o'sha chet elga qo'yib, Qirg'izistonga qo'yib, konvert qo'yganman. Tekshirish tizimi, quality control qo'yganman.
quality control qo'ygandan keyin sifat nazorati tekshirish jarayonidan qo'yganimizdan keyin aniq bo'lganki 60% gacha defekt bo'lib chiqdi. Уже 35 ham emas, 60% gacha bo'lib chiqdi. Bir yil ichida o'sha Qirg'izistondagi xitoyliklarni nima deydi, bir mahsulotlarini deyarli nima yetkazib bera olmay qoldi-da ular. Chunki olib kelgan mahsulotini 60% defekt bo'lib o'zlariga qaytarib berganimdan keyin ular hayron qolganda. Mijozlarimiz mazza qilgan. Chunki defekt chiqadigan mahsulot xalq talabi yuqori, yaxshi marjada qo'yib sotardi. Bizlardan olib sotsa foydasi katta bo'lardi. Chunki defekt qaytib kelmasdi. Shunday bo'lib, mijozlarimiz rivojlangan, baraka topgan, defekt sonini 0,6-0,7% ga tushirganmiz. Shunda katta yutuq bo'lgan. 2016-yillariga shu darajaga chiqilgandan keyin o'sha bu yerda hukumat o'zgardi, boshqa bo'ldi. Keyin 2018-yillari hurmatli prezidentimiz o'sha Toshkent viloyatiga tashrifida bir yig'ilishda juda ta'sirli gaplarni aytganda, men o'shanda telefonimda ko'rib ketyapman YouTube'da. Yo'lda ko'rib juda qattiq ta'sirlanganman. Imkoniyatlar eshigi ochilgan tadbirkorlarga brend qilinglar, o'zinglar bemalol import qilsanglar bo'ladi, tadbirkorlarni rivojlantirish kerak degan adashmasam qarorlar chiqdi o'shanda. O'shandan ruhlandimda men aytdimki, bo'ldi, endi bu yog'iga brend qurish kerak, bu yog'iga o'sha nima deydi, yo'llar ochildi, o'sha bu yog'iga jiddiy kirish kerak. Mana imkoniyat borki, oldin imkoniyat yo'q deb qiynalardik, mana yana qancha imkoniyat kerak degan fikrlar bo'lganda, bizda avvalida asosiy muammo nima bo'lgan? Qaniydi konvertatsiya bo'lsa, qaniydi ko'cha bilan dollar bir xil bo'lsa, qaniydi tekshiruvlar bo'lmasa, ishni bizlar boshqacha darajaga olib chiqardik degan fikr bo'lganda, shu hamma narsa hal qilib qo'ydi-da prezidentimiz. Bittada ochildi. Bittada ochib qo'ydi-da, уже men shokdaman. Keyin jamoani yig'ib, o'shanda qaror qildikki, bo'ldi, brend qilamiz deb 18-yildan boshlab harakat qildik-da. 19-yildan o'sha sentyabr oylaridan Novi degan brend tashkil qilib, adashmasam 164 mingtami, 167 mingta mahsulot bilan bozorga kirib kelib, bozorda endi shu sohada katta tajribamiz bor. Iste'molchilar juda yaxshi bilamiz, ularni qiynagan muammolariga yechimlar qilib bozor kirib 2019-yilda Novi'ni tashkil qilganmiz. Ya'ni mana shu nimadagi ilhomlangan narsa va tadbirkorlarga, ishlayotgan tadbirkorlarga brendni rolida, endi biznes qurishda brendni qurishlik nima bergan sizga? Mana Novi brendigacha bo'lgan biznes bo'lgan va brend shakllangandan keyingi holat. Bu brend qurishlik xususan sizga va biznesingizga nima manfaatlar keltirgan? Brend qurish, men brend qurishda nima eng yaxshi tomonlardan biri, siz o'zingiz qadriyat tamoyillaringizni brendga qura olasizda. Endi biz avval import qilganimizda u narsani siz qila olmaysiz. Chunki olib kelib sotasiz, to'g'ri qanaqadir muammolar yechishingiz mumkin, lekin brendda siz o'zingizni missiyangizni, qadriyatlaringizni, o'zingizni nima deydi, fokusingiz didingiz bo'ladimi, o'zingiz xohlagancha ishlov berib, iste'molchi xohlagan narsani to'la to'kis berish imkoniyati bo'ladi. Bu bizga juda ham ma'qul bo'lgan. Brend qurishlikda juda ham ko'p imkoniyatlarni ko'rganmiz, juda katta ta'sir bo'lgan. Eng asosiysi bu yerda iste'molchini xohishini kutganidan ortiq qura olish imkoniyati ham bor-da. Brendda agar to'g'riligi qilinsa, shu narsada harakat qilinib kelinyapti hozirgacha. Zo'r. Endi Ma'rufjon, mana ketma-ketlik bilan nima qilyapmiz-da, biznes kattalashadi. Kattalashdi, mana brend qurildi, jamoa bo'ldi, Toshkentda biznes, endi O'zbekistonga mal sotilyapti. Va bu yerda misol bir shaxsning liderlik va jamoa qurishlik ko'nikmasdan tadbirkorga bu siz biznesmen bo'la olmaydi-ku endi. Agar liderlik namoyish etmasa va jamoa shakllantirmasa. Shu borada qanaqa usullar, nimalar qildingiz, ustingizda qanaqa ishlardingiz va nima tavsiya qilgan bo'lardingiz misolda shu tadbirkorlarimizga? Juda ham qiziq savol. Men juda qiynalganman, sababi bozorchi odam bo'lganman-da. Endi bozorchi odam, bozorda yurib, bunaqa oddiy muhitda katta bo'lib, xalqaro amaliyot bo'lmagan, biznes amaliyoti, lekin xohishimiz xalqaro brend qilish. Lekin tajriba yo'q bunda. Shunda juda katta qiyinchiliklar bo'lgan. Tajriba bo'lmagandan keyin xato qilaverasiz. Keyin o'shanda biz menda bir savol bo'lganki, jamoamiz mana nima qilib, nima qilsak xalqaro korxona qura olamiz. Ya'ni shu savol yana o'sha boshlanganlik qiziquvchanlik savol bor. Shunday. Nima qilsak
xalqaro korporatsiya, xalqaro kompaniya qura olamiz degan savolni jamoaga so'ragansiz. Shunday. Mhm. O'zbekistonda yechilgan muammoni qanaqadir darajada yechdik, lekin O'zbekistonga o'xshagan 80 dan oshiq davlat bor. Ularda shu muammoni yechadigan brendlar yo'q. Ularda ham biz buni yechsak bo'ladi degan fikr bo'lganda, bu uchun xalqaro kompaniya bo'lishimiz kerak deyilgan. Buni qanday qilamiz degan savolda bosh qotirganmiz. Shunda 21-yillari, adashmasam 20-21-yillar pandemiya bo'lib qoldi. Keyin o'sha yillari biz xalqaro darajadagi mutaxassislarni jalb qilishga harakat qildik. Konsultantlarni jalb qilib 21-yil o'sha biznes jarayonlarini qurishni boshladik. Xalqaro kompaniyalar qanday bu narsada o'sgan, biz shuni xuddi shunaqa bir ularni tajribasidan foydalanishimiz kerak deb biznes jarayonlar qurishni boshladik. Korxonani qadriyatlari, missiyalari, jarayonlar, strategiyalar qilib ishlashga kirishdik. O'sha vaqt davomida umuman komfortsiz holat boshlanganda menda. Chunki hamma narsada qarorlar berishda, tizim bo'lishi, unaqa muhitda men katta bo'lmaganman, unaqa ta'limim ham bo'lmagan, lekin biznes shuni xohlayapti. Maqsad shunaqa katta bo'lsa, shunaqa odamga siz aylanishingiz kerak bo'lganda. Keyin o'sha ko'proq o'qish bo'lgan, ko'proq ustozlar olib, o'sha biznes jarayonlarni qo'yib 21-yildan boshlaganmiz. Keyin juda ham ko'p qiyinchiliklar bo'lgan. Ya'ni biznesda har bir yo'nalishini o'rganib chiqishimiz kerak bo'lgan. Ya'ni moliya, marketing deymizmi, savdoni yo'lga qo'yish, ishlab chiqarishni, ta'minot, supply chainni yo'lga qo'yish kerak, ta'minot zanjirini va hokazo. Ayniqsa HR bo'limi, kadrlar siyosati bo'limi. Bu narsalar o'rganib chiqish kerak bo'lgan. Qattiq kirishdim. Ya'ni o'zim xabardor bo'lmasam, o'rganib chiqmasam qiyin bo'ladi degan masalada o'sha o'rganib chiqib har xil murabbiylar, adashmasam O'zbekistonda bashti bir 70-80% konsalting korxonalari bilan ishlab chiqdimda. Deyarli konsultantlar ham qolmadi. 70-80% bilan ishlab chiqildi. Shu mobaynida juda ham katta transformatsiyalar bo'ldi. Mana eslasangiz, adashmasam siz bilan ham birgalikda biz hamkorligimizni boshlaganimizda 2024-yillarida, adashmasam 2 yil oldin. Shuna vaqtlar bo'lgan, jamoamizni yig'ib mani xatoyimni aytib beringizlar deganimizda hammasi talagan meni, e'tibor berib eslasangiz, buni qilmayapsiz, buni qilmayapsiz, buni qilishingiz kerak, bunda mana shu bizlar bilan ishlashga noloyiqsiz degan gaplar ham bo'lganda, uni men kulib, yaxshi xotirjamlikda qabul qilganman-da, xursand bo'lganman. Keyin siz o'shanda aytgandingiz, eslasangiz, oson emas ma'rufga ham buni eshitish degansizda, juda ham komfortsiz holatda, lekin maqsad katta, missiya borligi uchun chidab, haqiqatan men o'zgarishim kerak, chunki buni ta'limini olishim kerak degan shuni o'zi bir liderlik namoyishida endi, to'g'rimi? Tanqidni to'g'ridan to'g'ri qabul qilib, uni unga minnatdorlik bilan qabul qilib, og'ir bo'lsa ham-da, haqiqatda og'irda, noqulayda. Xodimlar ayniqsa bizlarlik bir nima qilib tursa, nima bo'lsa kerak. Xo'p, mana shu jamoa shakllantirishdan nimalarga e'tibor qaratasiz, Ma'rufjon? Qanday qilib jamoani shakllantirasiz? Chunki ideya bor, strategiya bor deyilgan. Hali birinchi sizni to'stirgan narsa, to'xtatib turgan narsa kapital topdingiz. Qo'y boqdingiz, uni bolalatdingiz, ko'paytirdingiz. Birinchi kompyuterdan keyin nima qilib, yana dastmoya qildingiz, lekin bu kattalashganda endi pulni o'zi emasda, resurs, doim pul kerak bo'ladi, lekin kadr kerak bo'ladi, jamoa kerak bo'ladi. Chunki kattalashganda bitta o'z baribir eplay olmaysiz. Xo'p, qaysidir bosqichda yaqinlar bilan qilib olasiz, biznes kichikroq, lekin kattalashgan sari komanda kuchayishi kerak. U kuchli jamoa o'zini o'ziga aylanadi. Haqiqiy haligi darvoza turklar o'skazino tor joyda endi o'shani qanday qilib yondashgansiz shu narsaga? Usulingiz nima? Va nima tavsiya qilgan bo'lardingiz boshqalarga ham? Chunki hozir tadbirkorlarimizda ko'pida muammo shuda, deyarli hammasida muammo shu, kuchli jamoa qilib olish. Qanday qilasiz shu narsani? Endi bu jarayonda men juda ko'p xato qilganman. To'g'ri profilni birinchi ishlab chiqish kerakligini tushunmaganman. Kurslarda ham, treninglar, kitoblarda hamma yerda aytilgan, yozilgan, tavsiyalar berilgan, lekin men mohiyatini tushunmaganman-da. Profil qilishda deb o'ylaganman. Lekin aynan sizni qadriyatingiz qanaqa, korxonani qadriyati qanaqa, olib kelmoqchi bo'lgan yoki birga ishlamoqchi bo'lgan odam qanaqa bo'lishi kerak qadriyatlari, o'shani to'g'ri yozib olib, uni keyin o'sha salohiyati biznesda, misol uchun 10 pog'ona oldindami, 100 pog'ona oldindami yoki pastroqdami?
biz o'shani ham aniqlab olish kerak deb o'ylayman. Ya'ni 10 pog'ona oldinda bo'lmasa ham kamida 3-4 pog'ona yuqoriroq bo'lsa va biznesga qanaqa ko'nikmalari kerak bo'ladi? O'sha ko'nikmalar bormi bu odamda deb o'sha aynan fokusni to'g'ri profilga qaratib, to'g'ri joydan o'sha to'g'ri suhbat o'tkazib, to'g'ri tanlansa, men o'ylayman o'shanda qiymat balandroq bo'ladi. Ko'pchilik o'ylaydi, qimmat pulga top menejer yo'llasam zo'rib ketadi deb o'ylaydi. U xatolarni ham qilganman. Baribiridan borib o'sha to'g'ri odam, to'g'ri profil, to'g'ri qadriyat shunga borib taqaladi. Eng asosiylardan biri bu o'sha missiyani siz tushuntirib bera olishingiz kerak deb o'ylayman-da. O'zi nima uchun ishlayapti korxona? Shu missiyani siz bilan bo'lishmoqchiman. Xohlasangiz chiqing kemaga birga bajaraylik. Birga bajaraylik shuni. Eng bu yerda asosiy qoidalardan biri bu samimiy muloqot. Samimiy. Bor narsani ochiq aytish va jarayonda ham har doim ochiqlik, shaffoflik. Shu masalalarda menda ko'p muammo bo'lgan. Oldin shu 23-yillar adashmasam har xil eksperimentlar qilurdim. Lekin xatoni tushunib yetdimki, hamma muammo meni o'zimda ekan. Ya'ni meni o'sha liderlik darajam biznesni to'sib turibdi. Shuni tushunganimdan keyin mana siz bilan ham bir ishladik, eslasangiz, liderlik masalasi bo'yicha. Endi liderlik masalasi bo'yicha ham emas, siz bilan ishlaganimizda mendagi kasallikni topib, meni davolang degan ma'noda men sizga murojaat qilganman-da. Men shunda qoyil qolganman, siz menga hech qanaqa haligi demagansiz. Nima deydi? "Men bu kasallik saniki ichkin, tableting yaxshi bo'lasan" demagansiz, lekin muammoyimni bilgansiz. Ya'ni liderlik masalasi bo'lib chiqqan. Men uni keyin tushunganman-da. Keyin o'rgandingizda meni haligi yo'nalishlar bera boshladingiz. Markazlashgan liderlik bo'yicha haligi McKinsey adashmasam, o'sha haqida siz bilan bir 6-7 oy davomida chuqur kirdik ichiga. Keyin umuman biznes boshqaruv davomida ham asosiy e'tiborni liderlik darajani oshirgin. Shunda katta o'sishlar bo'ladi. Bu senga bog'liq bu narsa deganday aytmasdan tushuntirgansiz-da. Bu ham ta'sir qilgan. Keyin o'sha vaqtda men Jon Maksvelning 21 muqarrar qonun kitobini o'qiganimda juda katta portlash bo'lgan miyamda. Даже o'shanda xodimlarimdan uzr, kechirim so'rab chiqqan vaqtlarim bo'lgan. Men qiynagan ekanman, tushunmaganman sababi. Men hozir shu narsani tushundimki, men ko'p qiynagan ekanman sizlarni deb shunaqa holatlarim bo'lgan. O'shanda katta burilish bo'lgan. Ya'ni liderlikni ustida ishlash va uni doimiy o'stirish bu o'zingiz ham rivojlanar ekansiz, jamoa ham rivojlanar ekan, muvaffaqiyatli talantlar kelar ekan, talantlar bilan ishlab keyingi pog'onalarga chiqib ketish oson bo'lar ekan. Xo'p, mana shundan nima qilib keldik? Shu bosqichdamiz. Endi Noveyda holati, endi bu yog'iga ham qaraganda, bu strategiya mavzusi va rejalarni kelajakka qaratilganda biznesdagi rejalar mavzusida nimalar qilmoqchisiz? Bu yoqda oldingizda gorizontda nimalar turibdi? Qanchalik uzoqqa qaraydi bir tadbirkorlar? Sizning qarashingiz qanchalik? Men qarashim biznesni boshqa pog'onaga olib chiqishim uchun men o'zim biznesga xalaqit qilishni boshladim. O'tgan yillari, 1 yil oldinlari sezyapman. Oxirgi 1 yilligimda analiz qilyapman. 10 ta qaror qilgan bo'lsam, 5 ta, 6 ta, 8 tasi xato bo'lyapti. O'zim xohlamayman, lekin xato qaror qabul qilyapman. Keyin o'sha strategiya bo'yicha umuman holatlarni ko'rib chiqqanimdan keyin men aytdimki, biznesga to'g'ri odam qo'yishim kerak bu yog'iga. Chunki men xatolar qilishni boshlayapman. Mendan yaxshiroq bajaradigan odam qo'yishim kerak deb o'zimizda bir yetishib rivojlanib keladigan shogirdimizga vakolat berdim. U o'zini ko'rsatdi, keyin yana vakolat berdim, yana ko'rsatdi. 8 oy davomida meni vazifamni adashmasam 90% nimasini majburiyatlarni olib amalga oshirdi. Eng qizig'i mendan yaxshi bajardi. Ya'ni siz boshqarayotgan paytdan hozirgi holatda yanada yaxshiroq bajarilyapti. Yana ham yaxshiroq bajarilyapti. Men xotirjam, xursandman. Raqamlar yaxshi, ko'rsatishlar yaxshi, muammolarni yechyapti. Mendan ko'ra yaxshiroq natija berishni boshladi. U 10 ta bergan qarordan uzog'i bilan 2 ta, 3 tasida xato bo'lyapti, lekin 7 tasi muvaffaqiyatli. Mendan ancha yaxshi natijasi. Keyin men xursand bo'lib, u bilan ochiq haligi jarayonlar topshirish, rasmiy qilib haligi jarayonlar topshirib
o'ziga vakolat bergandan keyin yaxshi tomonga olib ketib, hozir o'zi boshqaryapti. Men asosan shu strategiyada oyda bir ja bo'lsa 5 soat, 4 soat qanaqadir yig'ilishlarda ishtirok etish, keyin choraklikda bir kun vaqt o'tiramiz. Mendan yaxshiroq boshqaryapti. Keyin o'sha joyda men o'zimda yana missiya, haligi yana ishoralar kutishni boshladim. Nima jamiyatga mana shu sohada qanaqadir muammolarni yechdik. Millionlab odamlarni puli, vaqt tejalishiga hissa qo'shildi. Asablariga juda katta muammolarni o'zimiz nazdimizda muammolarni yechdik. Endi bu yog'iga nima qilishim kerak degan yana ishora kutilganda, keyin o'sha ishoralar bo'lishni boshladi. Shu ishoralar bo'yicha yuribmiz. Qayerdamiz? Qancha muddatga qaradik? Bir 10 yil, 20 yil, 5 yil, 1 yil kelajakka qaraganda qayerga ketmoqchisiz? Yo yo'nalish, qanaqa yo'nalish tanlamoqchisiz bu yo'lga? Yo'nalishlarga eng avvalambor bu yerda ham o'sha logika, qayerda bo'lsam ham ko'proq odamga manfaatim tegadi, qayerda bo'lsam degan savol bo'lyapti-da. Keyin shunaqa bir savol bo'lgandan keyin o'sha Samarqand viloyatidan menga takliflar tushishni boshladi. O'sha 1 yil oldin o'sha o'zingiz shu Narpay tumani tug'ilgansiz. O'z mana shu tumanga ham bir rivojlanishiga hissa qo'shsangiz, juda ham bir manfaatli bo'lardi degan menga juda ko'p takliflar bo'ldi. O'sha 4 yildan buyon takliflar bo'lardi. Har qancha vaqtda bir tumanimizdan hokimiyatdan kelardi, vakillar kelardi, har xil masalalar bo'yicha qo'ldan kelgancha yondoshardik. Keyin o'shanda bir ishora bo'ldi boshladiki, balkim haqiqatdan mana dinimizda ham bor, shariatda ham bor, o'zingiz bir nimangiz bo'lsa, bir yaxshilik ulashmoqchi bo'lsangiz, avval qarindoshlar, keyin qo'ni qo'shnilar deyilgan. Shu logika miyamdan chiqmadi. Men endi Narpay tumanida tug'ilganman, tumanda o'zim katta bo'lganman. O'sha o'zimni tumanimda o'sib katta bo'lgan joyimga bir ulashishim kerak baribir. Nimadir yordam berish emas, lekin qanaqadir jamiyatni bir muammoni yechaylik. Men bo'lsam ham, bo'lmasam ham odamlarga manfaat tegib ketaveradigan loyihalar qilishim kerak degan fikr bo'lgan va menga tinchlik bermagan bu fikr. Keyin bu yoqdan o'sha takliflar bo'lgandan keyin men rozilik bildirdim-da. Shu o'zimizni Narpay tumanini rivojlanish strategiyasini ishlab chiqdim. Shu 10 yillik strategiyada o'sish nuqtalari, hamma nimalar ishlab chiqilgandan keyin shu strategiya bo'yicha hozir qadamlarni amalga oshirib, men o'zim adashmasam mana shu 1 yil to'ldi. 1 yil davomida deyarli 80% vaqtimni shu yoqda o'tkazdim. Chunki strategiya qilishingiz uchun bilishingiz kerak, hamma yog'ini, qanday, nima, qanaqa sohalar, qanaqa odamlar fikri, qanaqa ilm darajasi, qanaqa ishlaydi bu yoqda, qarorlar qanaqa ishlaydi, umuman holat qanaqa. Shu 1 yil davomida o'rganib chiqib, mana endi hozir bu yoqda katta jamoa yig'ib, shu jamoa bilan tumanda ishlab chiqqan strategiyani qayta ular bilan ko'rib chiqib, katta maqsadlar sari shu jamiyatni, o'sha tumanimizni rivojlanishiga hissa qo'shmoqchimiz. Zo'r. Omadingiz bersin. Ma'rufjon, masalan, qarangda mana qanchadir muddat Samarqandda, qanchadir Toshkentda Novay biznesda nisbatan ertaligi boshqarib topshirgansiz, lekin bu loyihada ancha vaqtingizni olayotgan bo'lishi kerak. Chunki qurish kerak edi bu nimani. Shuning ichida ko'p tadbirkorlarimizga ham jamiyatdagi ish bilan band bo'lgan erkaklarga misolda ko'piga xos bo'lgan narsaki, ishga ko'p vaqt ajratilib, balansdagi oila bilan munosabatlar, ota-ona bilan, bolalar bilan shu munosabatlarga, hayotni balansida o'zining sog'ligi bor, ijtimoiy bir hayotimiz bor. Mana shu balansni qanday ushlab kelasiz? Bu narsa kerakmi siz uchun hayotingizda yo o'zi balansda ketadigan bir holatmi? Masalan, oilangiz bor, farzandlar bor, ota-ona bor, do'stlar bor, masalanda shaxsiy qiziqishlar bor. Shuni qanday qilib boshqaryapsiz shu prosesni, shu jarayonni? Bu jarayonda oilaga keladigan bo'lsak, menda shunaqa qarash borki, ko'proq vaqt o'tkazishmi, ular bilan ko'proq bo'lishmi yoki samaraliroq vaqt ko'proq o'tkazishmi degan savol. Ya'ni men harakat qilaman har doim. Birga vaqt o'tkazganimda ham ularda esda qolarli kun bo'lsin o'sha kun. Samaraliroq, esda qolarliroq taassurotlarga boy kun bo'lishini harakat qilaman. Men o'ylayman juda ham samarali bo'lyapti. 10 kun ular bilan kuniga misol uchun birga bo'lmasdan, misol uchun
3 kun bo'lsam ham 3 kun ular uchun 6 oylik energiyaga dozasi bo'ladi-da. Endi misol tariqasida aytyapman. Keyin albatta mana bu nima deydi, hayot jabhalari degan narsa bor-ku. Haqdorliklar ham bor-da. Masalan, qarindoshlaringiz haqligi bor sizga nisbatan. Qo'shnilar haqligi bor. U qarindoshlar masalasiga keladigan bo'lsak, albatta kam ko'rishaman ular bilan. To'ylarda ko'rishsak ham qanaqadir ko'rishuv bo'ladi-da, yana tarqalib ketish bo'ladi. Men yilda 2 marta, gohida 1 marta katta tadbirlar qilib turaman. Qarindoshlarimga misol uchun tog'ga olib chiqaman ularni. Har bir 70, 80, 100 ga yaqin bo'lib tog'da bir dildan suhbat bo'ladi, qarindoshlar bilan birga ovqat qilinadi. Juda bir ular bilan ham bir esda qolarli kun o'tkazishga harakat qilaman. Yoki o'sha hayit bayramlarda, viloyatlarda ham chiqamiz birga, qanaqadir tadbirlar qilamiz. Ular bilan ham, ya'ni bu masalada ham doimiy yaqinlik qilishimga tarafdoriman. Shu narsani qilishga harakat qilib kelaman. Sinfdoshlarim bor, misol uchun, birga katta bo'lganmiz. Ularda ham haqligi bor deb o'ylayman. Sinfdoshlar bilan ham orada ancha o'zim ishlarim bilan bo'lib tanaffuslar bo'lgan. Ular bilan ham birgalikda bir yig'im qilib, muhitdan tashqariga chiqib, ular bilan ham yaqinlik. Mana shunaqa bir balans ushlashga harakat qilib kelaman. Ya'ni ko'p xohish bo'lsa, muvozanat ushlasa bo'ladi. Albatta. Ming bu yoqda ishingiz ko'p bo'lgan bilan, u narsaga ham samarali holatda ko'p bo'lmasa ham, lekin vaqt ajratsa bo'ladi. Shunday. Endi xohishingiz agar juda ham yuqori bo'lmasa ham mabog'dagi. Lekin haqdorlik degan masalani o'ylaganingizdan keyin siz o'sha xohish harakat qilasiz. O'sha xohish tarozi haligi bo'lib ketadi-da. Shuning uchun haqdorlik degan tushunchada qarab yondoshilganda menda shunga harakat qilyapman. Endi baribir ham juda ham ko'p professionalniy qila olmayotgandirman, lekin niyat shunaqa, harakat amaliyotda shu jarayon ketyapti. Asosiy tadbirkorlarimizni olaylik. Endi tadbirkorlarimizni ichida mana yangi boshlamoqchi bo'lganlar yoki boshlab turib kichik tadbirkorlik bilan shug'ullanib, katta tadbirkorlikka, katta biznesga o'tmoqchi bo'lgan bir kontentda hozir auditoriyamizga nima asosiy 3 ta tavsiya bergan bo'larding? Nima 1, 2, 3 deganda nimalar qilishsin shular? Nima ularga bir yo'riqnomadagi bir amaliyotchi tadbirkordan bir eshitishlik balki nima bo'lardi, manfaatli bo'lardi. Meni fikrimcha birinchi o'rin missiyasini aniqlab olish kerak-da. Ya'ni buni endi tushuntiribroq gapirsak. Tushuntirib gapiradigan bo'lsak, nima uchun dunyoga kelganda u inson. Chunki har bir odamga Alloh taolo o'zini iqtidori, qobiliyati bilan yaratganda, hammada har xil. O'shani birinchi savolni berib, hozir uni aniqlash juda ham osonlashib ketdi. Sun'iy intellekt orqali 1 yillab izlangan bo'lsam, sun'iy intellekt orqali 2 kunda ham buni ancha aniqlasa bo'ladi-da. Oldin juda qiyin bo'lgan. Budda 35 yil vaqt ketganmi, tog'ga chiqib ketganmi Budda? 35 yil kerak emas hozir. Shu missiyani men o'ylayman, birinchi bir oliy vazifa Xudoning oldida nima vazifam bor? Men nima uchun aynan shu shunaqa qobiliyat berildi? Aynan nima uchun men shunaqa oilada tug'ildim, shunaqa jamiyatda, shu davlatda tug'ildim? Nima uchun men shunaqa holatdaman degan haligi savollarga javob berib izlashga harakat qilish kerak deb o'ylayman. Endi bu topish ham baribir Xudodan, berish ham Xudodan. Shunaqa bir haligi bo'lmasa niyat qilib, shunaqa topgan yoki shu yo'lda xizmatda yurgan odamlar bilan maslahat qilib, shogird tushib bir izlash kerak deb o'ylayman. Bo'lmasa oliy maqsad qo'yish kerak o'ziga. Topolmasa ham bo'ldi, men xizmat qilishim kerak ekan degan narsa. Keyingi o'rinda o'sha qadriyatlarini aniqlash kerak. Missiyani aytdik, ikkinchisi qadriyatlar. Qadriyatlar bu hali fundamentlarda, bu muhokama qilinmaydigan qadriyatlar. O'shalarni aniq belgilab olish kerak deb o'ylayman-da. Keyingi masala bu haligi nazar, vision, nazar qilib olish kerak. Hozir qayerdaman? Keyin qayerga ketaman? Keyin yana qayerga, kimlar bo'ladi u yoqda? Bir o'sha visionni qilib olish kerak. O'sha 3 ta narsa deb o'ylayman. Keyin o'sha visiondan kelib chiqadi-da, yo'l xaritalar, aniq bir nimalar. Shunda men eslayman, men o'zimda ham bo'lgan ekanda, hozir esimga kelyapti. Yaqinda o'sha 15-16 yoshimda yozgan bloknotimda o'qidim-da. Qishloqqa borganimda chang bosib ketibdi. Shkofda turganda, chang bo'lgan o'qidim-da. O'sha yerda yozgan nimalarimda hozir 95% desam ham bo'ladi amalga oshgan. Hayratlandim-da.
Kattaroq narsa yozsam bo'lmasmikan deb dedim. Eng muhimi kattaroq narsa yozganlarim ham bo'lganda. O'sha ham bo'lgan, ha? O'sha ham bo'lganda. Juda qattiq ta'sirlandim. Ya'ni qanaqa vision bo'lgan ekanda. Hmm. Vision bo'lgan, o'sha nazar bo'lganda shunga qarab harakat qilib, men o'ylayman mana shu narsalarni mujassamlasa katta quvvat ham bo'ladi-da. Hayotda mazmun ham paydo bo'ladi-da. Mazmun bo'ladi, quvvat paydo bo'ladi. Sizni hech kim hech qanaqa to'siqlar to'xtata olmaydi. U orada o'shani harakat davomida, xizmat davomida sizga darslar berib ketiladi-da, hayotiy voqealar bilan. Haligi mana shuni qilmading, mana shunaqa bo'ldi yoki mana shuni qiluvding, mana senga mukofot deganday odam his qiladi bu narsani. So'z bilan tushuntirib bo'lmaydigan narsalarda. O'sha uchun men o'ylayman mana shu eng asosiy bo'lgan 3 ta masalani aniqlab olinsa. Rahmat. Ya'ni tinglovchilar, izlovchilar ko'rayotganlarga aytilyaptiki, nima uchun keldim, nima xizmat qilishim kerak, bor iqtidorim bilan nima qilishim kerak o'zi degan, nima vazifam borini topib oling deyapsiz. Ikkinchisi asosiy qoidalar, qadriyatlaringizni belgilab oling, ya'ni mustahkam, kechirmaydigan va uchinchisi kelajakda o'sha nazar ko'rishni bir shakllantirib kattaroq narsani bir xayol qilib olinsa, o'shanga ishonilsa, keyin kelib chiqadi qolgan narsa. Asosiy 3 ta narsa deb shuni tavsiya qilyapsiz, to'g'rimi? Shunaqa. Ma'rufjon, endi mana bolaligingizdan bugungacha bo'lgan bir nima o'ydan kelib chiqdik-da, endi bu o'ylaymanki, ishonamanki, hali bir qissadan qissa deyiladi-ku, endi bu qissangizdan, siz shaxsiy hayotingizdagi real yashab kelgan narsangizdan, ya'ni ko'p narsalar bordir hali aytishimiz mumkin bo'lgan. Bugungi nimadan haligi mavzudan kelib chiqqanda olingan saboqga, ya'ni hamma qilsa bo'ladi deb o'ylaymiz. Yoki bunaqa emas, tadbirkorlik hamma qilsa bo'ladi, xohlasa qilsa bo'ladi, to'g'ri bo'lsin deyapmiz. Xizmatga qaratsin, xotirjam bo'lsin. Agar to'g'ri yo'ldaligini o'z ichida bilsa, xotirjamlik u yog'i misol nima bo'lsa ham xayrli bo'ladi, yaxshi bo'ladi deyapsiz, endi to'g'rimi? Shunaqa. Mana shunaqa ijobiy, bir optimistik, bir haligi samimiy qarashlar bilan shungacha kelibsiz. Ma'rufjon, bu yog'iga ham o'sha aytilgan yozilgan yangi narsalar, keyingi narsalar amalga oshsin. Jamiyatga xizmat qilishga charchamang. Rahmat. O'sha aytilgan xalqaro kompaniya qilish, xalqaro korporatsiya qurish, O'zbekiston nomidan shu O'zbekiston brendlarini dunyoga olib chiqish nasib qilsin. Rahmat. Tilagimiz shu. Ma'rufjon, boshqa bir agar aytmoqchi bo'lgan nimalaringiz bo'lsa, menda savollarim yo'q boshqa. Rahmat. Sizni ham kuzatib boraman. Men o'zim ham siz haqingizda ham qisqa bir izoh berishni xohladim. Ochig'i sizga rahmat. O'zbekistonda mana shu siz bilan boshida tanishganimda men nima deydi, korporativ boshqaruvda ko'p bosh qotirib yurib, izlanib yurganimda M-Factor'da ko'rishganmiz siz bilan. O'shanda men izlab yurgan odamni topdim deb juda xursand bo'lib ketganman. Chunki bunaqa yo'nalishda bunaqa chuqur kirgan odamlar O'zbekiston topolmaganman-da. Bor ekan mana suhbatdoshim, mana bor ekan shu narsaga chuqur kirgan odam deb xursand bo'lib ketib, o'shanda tanishganmiz, eslasangiz. Shu joyda siz bilan tanishib davomida men tushunganmanki, missiyangizda, ya'ni sizda ham ko'p holatlar bo'lgan, ko'p tanlovlar bo'lgan, lekin yo'q, men mana shu o'zbek tadbirkorlarini qadriyati, missiyasi bor tadbirkorlarni bir xalqaro maydonlarga chiqishiga men o'zim hissam qo'shishim kerak degan fikrlar aytganingizda men qattiq ta'sirlanganman. Bizni maqsad bilan bu kishini maqsadi bir ekan. Bor ekan mana shunday haqiqat degan qattiq ta'sirlanganman-da. O'sha yo'lda xizmat qilib kelayotganingiz uchun sizga rahmat. Ochig'i oson bo'lmagan, har xil holatlar bo'lgan, har xil qiyinchiliklar bo'lgan. Juda ko'plab nima deydi, holatlarda tadbirkorlarga manfaat berib kelyapsiz. Keyingi bosqichga chiqishlariga siz ishlash davomingizni ham kuzatdimki, hamma bilan ham ishlayvermaysiz. O'sha o'ziga yarasha filtrlari bor, qadriyatlari, boshqa tushganlar bilan. Ya'ni o'sha jamiyatga hissa qo'shadigan odamlarga siz yordam berib, yanada ko'proq hissa qo'shishiga sababchi bo'lyapsiz. Sizga kattakon rahmat bu bo'yicha. Sizdan juda ko'p narsa men o'zim ham o'rganganman. Haligacha o'rganyapman. O'sha ayniqsa shu menga juda ham haligacha dars bo'lib keladigan bu liderlik bo'yicha nima deydi? Darsliklar juda ko'p, dasturlar juda ko'p menga ta'sir qilgan.
o'sha ma'lum bir video treninglaringizni 40 martadan oshiq ko'rgan kunlarim bo'libdi hozirgi kungacha. Judayam qattiq ta'sirlanib, juda ko'p qiymat olganman. Kelajakda ham ishlaringizga omad, Xudo xohlasa siz bilan mana shu ko'p bilim ulashib, jamiyatga rivojlanishiga hissa qo'shib harakat qilyapsiz. Biz ham sizga qo'ldan kelgancha yordam beramiz. Sizga shogird bo'lib, shu tavsiyalaringizni hayotda amalni ko'rib yutuqlarga erishyapmiz. Yana ham shu vaqtida qilib harakat qilishga harakat qilamiz. Sizga kattakon rahmat. Kelajakdagi ishlarga omad. Xudo xohlasa shu yorug' yuzlar bilan uzoq yillar davomida jamiyatga xizmat qilib, ham tijorat, ham ibodat degan masalada maqomlarga erishib, yutuqlarga erishish nasib qilsin. Birga bo'lsin. Rahmat, Ma'rufjon. Salomat bo'ling. Rahmat. Rahmat.